Avvalambor, assalomu alaykum Ilhom aka. Alaykum assalom. Bugungi o'zbekcha podkast intervyumizga vaqt ajratib tashrif buyurganingiz uchun sizga alohida tashakkur. Rahmat sizlarga ham hurmat qilib taklif qilganlaringiz uchun. Ilhom aka, bugun biz auditoriyamizga o'zingizni qisqacha tanishtirsangiz, ism familiyangiz kim va qachondan boshlab logistika yo'nalishiga kirib kelgansiz? Ism familiyam Safarov Ilhomjon. 2021-yildan beri sohada ishlayman. 4 yildan oshib qoldi. Logistika sohasida shu 2021-yildan beri ishlab kelyapman hozirgacha. Tushunarli. Faoliyatimizni o'zimizda davom ettiryapman hozircha. Nurobodda. Xo'p, logistikaga aslida qanday kirib qolgansiz? Qiziqish qanday boshlangan? Logistikaga asli kirib kelishim to'g'risi kutilmaganda bo'lgan. O'zimni akalarim ishlardi, xolam xolavachchalar Toshkentda. Dadam meni ham shu sohaga kirishimni juda ham xohlagandi. Dadamning xohishi sabab men sohaga kirib kelganman. Juda ham ajoyib. Aynan logistika sohasining o'ziga xos jihatlari qanday? Eng qiyin va eng yoqimli tomonlari haqida bizga qisqacha gapirib bersangiz. Logistika sohasi endi hammaga har xil o'ziga yarasha qiyinchiliklari ham bor, o'ziga yarasha qulayliklari ham bor odamga. Misol uchun, asosan erkin ish grafiga asosida ishlanadi. Ko'pincha ish vaqti 7-24 soat davom etadi. Odamlar o'shanga o'zlarining vaqtiga qarab har 8 soatdan 3 smenaga bo'lib oladi ko'pincha. Qiyin taraflari shu kechki smenada ishlash ozroq qiyinroq bo'ladi. Keyin o'ziga yarasha depressiyaga chidamli bo'lishni talab qiladi odamlardan. Uyqusizlik, keyin rejim buzilishi, ovqatlanishlar, shunga o'xshash masalalar. Tushunarli. Logistikani o'rganishda yoki bu sohada faoliyat yuritish uchun til bilish salohiyati qanchalik muhim? Ingliz tili darajasi qaysi levelda bo'lishi kerak? Ishimiz asosan ingliz tilida bo'lganligi uchun ingliz tili darajasi kamida advanced darajada bo'lishi kerak. Intermediate. Intermediate. Upper intermediate. Bo'ladi. Chunki o'zim ham ingliz tilini kamroq bilganligim uchun ishga eng birinchi kirayotgan vaqtim juda ham ko'p qiynalganman, juda ham ko'p yordamga muhtoj bo'lganman, sheriklarimni ham juda ham ko'p qiynaganman. O'shaning uchun kamida intermediate darajada ingliz tilini bilib boshlasa bo'ladi. Chunki intermediate darajada ingliz tilini bilsa, ishda ham o'rganish jarayoni osonroq bo'ladi. Chunki nima deyotganini har doim tushunadi. Keyin o'shanda tushunsa, ishda o'rganish osonlashadi. Tushunarli. Aynan o'sha ingliz tili darajasi, xo'p, upper intermediate yoki advanced deb hisoblaylik va aynan o'sha sizga keladigan kandidatlarda ularning qanday salohiyatlari yoki qanday ko'nikmalari rivojlangan bo'lishi kerak logistika yo'nalishida? Listening, readingmi yoki listening, speakingmi? Asosan shogirdlikka olayotgan vaqtim shogirdlarimni eng birinchi o'rinda o'sha speaking, listening darajasini so'rayman. Chunki eng birinchi o'rinda eshitishda muammosi bo'lmasa, ishda o'rganish ancha oson bo'ladi. Ishimiz ham asosan shu speaking, listeningga juda ham bog'liq. Tushunarli. Juda ham muhim skill ekan, shundaymi? Xo'p, hozirgi dunyoda logistika qanday rivojlanmoqda? Yangi texnologiyalar qanday ta'sir qilyapti aynan sizlarning sohangiz rivojlanishiga? Bizning sohaga hozir juda ham yaxshi rivojlanyapti deb ayta olmayman, lekin baribir rivojlanishdan to'xtab qolgani yo'q. Chunki sohamiz Amerika shtatlarining o'zida bo'lganligi uchun ozgina hozirgi siyosiy jarayonlar ham iqtisodiyotga ancha ta'sir o'tkazadi. Chunki siyosat yaxshi gullab rivojlansa, iqtisod ham o'shanga bog'liq bo'ladi. O'shaning uchun hozir bo'layotgan urushlar ham yetarlicha o'zining ta'sirini ko'rsatdi. Bizning bozorimizga ham ancha o'zining salbiy ta'sirini ko'rsatdi. Lekin baribir yuk tashish sohasi yo'qolib ketmaydi. Keyin hozirgi zamonaviy texnologiyalar ham baribir inson omilisiz bajarib bo'lmaydi. O'shaning uchun hozirgi texnologiyalar salbiy ta'sirini o'tkaza olmaydi. Yaqin kelajakda menimcha bir misli ko'rilmagan darajada yangi texnologiyalar kirib kelmasa, bu sohani odamlar omilisiz, odamlarni surib chiqarib olmaydi-da. Ya'ni sun'iy intellekt va avtomatlashtirish xalaqit bera olmaydi. Yo'q. Chunki har xil omillar bo'ladi. Asosan Amerikada juda ham iqlim o'zgarishlari juda ham har xil bo'ladi, juda ham sovuq bo'ladi. Baribir odamchalik, sun'iy intellekt yoki boshqa texnologiyalar o'zining funksiyasini bildira olmaydi-da. Baribir inson omili baribir juda ham kuchli bo'ladi sohada. Tushunarli.
Men o'sha turli xil YouTube'dagi podkastlarda ham yoki shunaqa videolarda o'sha dispetcherlarni yoki brokerlarni bozor deyarli O'zbekistonda hozir qulagan logistika avvalgidaqa emas yoki yaqin 4-5 yilda umuman iqtisodiy rivojlanish darajasi past degan gaplarga quloqim chalindida. Bunga qanday o'zingiz nazariyangiz bilan qaraysiz? Endi bilmadim, menimcha ko'p bekor bo'lib qolgan dispetcherlarda gapi bo'lsa kerak, chunki haqiqatdan ishi ko'p dispetcherlar bunaqa birinchidan blok bayon olib o'tirishga vaqti ham bo'lmaydi. Keyin yaxshi kadr bo'lsa, o'zi rostdan ishdan boshqa hech narsaga vaqti bo'lmaydi-da. Ikkinchidan, menimcha Amerika yo'q bo'lib ketib qolsa, Amerika logistikasi ham yo'q bo'lib ketib qoladi. Amerika bo'lsa, logistika birinchi yo'qolib ketmaydi, davom etadi, rivojlanadi. Lekin mana shunaqa qiyin vaqtlar oldindan bo'lgan. Bu karantindan oldin, ya'ni karantinning boshlarida shunaqangi og'ir krizis holati bo'lgan deyishadi. O'zim ham chunki karantindan keyin kirganman bu sohaga. O'sha karantindan oldin ham market judalar tushib ketgan, bozorlar juda rasvo bo'lgan edi. Bozorda bu har doim bir tekis stabil bo'lmaydi, har doim ba'zida tepaga ko'tarilishlar bo'ladi, pastga tushishlar bo'ladi. Oxirgi shu 2-3 yildan beri bozor shu o'zining judayam past darajasiga tushib qoldi desa ham bo'laveradi. Menimcha hozir siyosiy ahvol ancha yaxshilansa, boya aytib o'tganimdek, iqtisodiyot ham ancha yaxshi o'zgarsa kerak, xudo xolasa. Tushunarli. Aynan O'zbekistonda logistika sohasi qanday ahamiyatga ega? Ichki logistika bor, tashqi logistika bor. Bular haqida ham, misol uchun bizga tushuncha berib o'tib ketsangiz, sodda tilda xursand bo'lardik. Endi O'zbekiston logistikasiga uncha xabarim yo'q to'g'risi. Lekin baribir xalqaro logistika ancha yaxshiroq bo'ladi, chunki men bu qo'shni davlatlar bilan yoki SNG davlatlari bilan logistika o'shanda tadbirkorlarga ham ancha qulayliklar bo'ladi-da. Ishchilarga ham, yuklar topishga ham, dispetcherlarga ham ancha qulaylik bo'ladi. O'zim ham Yevropa logistikasi yoki SNG davlatlar logistikasi haqida eshitganman. O'shanda baribir O'zbekiston ichidan yuk topish yoki bitta davlat ichidan o'zaro yuk topish ancha qiyin bo'ladi-da. Savdo sotiq ham ancha kamroq bo'ladi va eksport ham ancha kam. Eksport qancha ko'p bo'lsa, yuklar ham o'shancha ko'p bo'ladi-da. Dispetcherlarga yuklar topish ancha osonlashadi. O'shaning uchun ma'lum bir davlatning logistikasi bitta o'zimizga o'xshagan kichkina davlatlar logistikasi yuklar topishga juda ham qiyin bo'ladi-da. Tushunarli. Hozirgi kunda ko'plab mana shu til biladigan va logistika sohasiga qiziqqan yoshlar bilan gaplashib ko'rganimda ular Toshkentda yoki Samarqandda kurslar sotib olishgan. Logistika yo'nalishida biz bilan 6 oy tahsil olasiz va keyin $2000-3000 oylikka chiqasiz kabi gaplar bilan yoshlarni o'zlarini kursiga jalb qilayotgan o'sha dispetcherlar bo'ladimi, logistik akademiyalar bo'ladimi? Ularning faoliyatiga qanday baho berasiz? Oxirgi paytlarda to'g'risi logistika kurslar sotadigan, imенно mana shu yangi sohalar bo'yicha kurs sotadigan, treyderlik bo'lsin yoki logistika bo'lsin yoki yana bir boshqa sohalar bo'lsa, mana shu kurs sotiqchilar juda ham ko'payib ketib qoldi-da. Imенно mana bu bizning sohamiz yoki treyderlikda olsak ham, mana shu zamonaviy kasblarda ham oddiy kurs sotib olib, uni o'rganishning imkoni yo'q desa ham bo'laveradi. Asosan amaliyot qilib o'rganadi bu sohalarni. Amaliyot keyin analiz sintez qilish kerak-da bu sohani. Juda uzoq vaqt desa ham bo'laveradi. O'zim ham ko'p ko'raman, Instagramda ham shu ko'p logistika sohasida o'zimning kurslarimni sotaman yoki aksiya e'lon qildim. Bunaqa shu yoshlarni xayolini pichoq bilan to'ldirishda bunaqa o'ylab qaraganda. Baribir o'zimdan kelib chiqib aytaman, hozir shogirdlarimdan kelib chiqib aytsam bo'ladi bemalol. Bu sohani 100% onlayn o'rganib bo'lmaydi. Даже ma'lum bir ko'nikmalarni olish mumkin, lekin umuman bozorda yaxshilab o'rganib bo'lmaydi, chunki har xil vaziyatlar bo'ladi. Oddiy 12 ta yoki 15 ta darsdan iborat qo'llanmani sotib olib, sohani o'rganib bo'lmaydi-da. Chunki juda ham katta soha, treyderlik bo'lsin, xoh bu logistika bo'lsin, o'ziga yarasha o'rganadigan amaliy jihatlari juda ham ko'p. O'shaning uchun yoshlarga tavsiyam hech qanaqa kurslarni sotib olmaslikka maslahat beraman. Bir amaliyot. Yaxshisi agar qanaqadir tanishi yoki o'rtog'i shu sohada ishlayotgan bo'lsa, o'shalarga borib iltimos qilib shogirdlikka tushishni maslahat beraman. Tushunarli, ajoyib tavsiyalar haqiqatan ham. Aynan logistika sohasi yoshlar uchun qanday imkoniyatlar yaratadi? Ushbu sohada muvaffaqiyat qozonish uchun bizda yoki yoshlarda qanday ko'nikmalar mavjud bo'lishi kerak?
Logistika sohasi hozirgi kunda o'zimizni davlatimiz iqtisodiyotidan kelib chiqsak, juda ham yaxshi moliyaviy imkoniyatlar yaratadi desam bo'laveradi. Chunki ingliz tilini yaxshi bilsa, keyin o'zida ham ishtiyoq ancha zo'r bo'lsa, tezda aytganda o'sha yaxshi oyliklarga chiqsa bo'ladi. Men mana shu dispetcherlikda yaxshi o'rganib, zo'r oyliklarga chiqsa bo'ladi. Chunki o'zimizda davlat tashkilotlarida boshlang'ich birdaniga bunday oyliklarga ko'tarilish ancha qiyin bo'ladi. Juda ham. Boshlanish 1-2 million. Shunaqa ba'zida ko'p joylarda staj so'raydi. Keyin eng muhimi bu sohada shunchaki umr o'tib ketib qolmaydi-da, ko'proq ishga o'ziga odam tortib yuboradi. Boshqalar bilan o'z she'rlarda ham ko'pida ko'rganman. O'zimda ham shunaqa bo'ladi. Ish o'ziga tortib yuboradi. Keyin bizada shunaqa qancha ko'p ishlasa, o'shancha ko'p daromad qilish mumkin. Ya'ni aynan o'z ustida ishlasa va ishiga nisbatan muhabbat ham bo'lishi kerak demoqchisiz. Shunaqa o'ziga ishiga bo'lgan muhabbat ham kuchli bo'lishi kerak. O'zimda shunaqa qancha ishlasam ham charchamayman. Rostdan ajoyib. Ish vaqti ayniqsa kechqurun bo'lgani bilan charchaganingiz bilan bezib qolmaysizda ishdan. Misol uchun 10 soat, 12 soatlab ishlaymiz, ba'zida 14 soatlab ishlaymiz. Lekin bugunsiga yana ishda davom ettiramizda. Xo'p, tushunarli. Men yana aynan logistika yo'nalishida shunday vaziyatlarga duch kelganman. Ya'ni tanishlarim yoki shu ishlaydigan insonlar aytishardi-da, aynan logistika yo'nalishida. Ular o'sha ishlash davomida brokerlar va dispetcherlar o'rtasida turli xil muzokaralar bo'lib o'tadi. Jumladan yuk olish, orada driver ham qo'shiladi bevosita. Ana o'shanda sizlarni jarayon qanaqa bo'ladi? Ba'zi hollarda o'sha yuk narxini ko'tarish yoki narxni o'zida stabil qolish. Bunaqa vaziyat juda ham ko'pincha qiziq ham bo'ladi, ko'pincha shu urush janjallar bilan ham bo'ladi, doimiy ravishda. Chunki bizning vazifamiz, dispetcherlarning asosiy vazifasi o'sha carrier, ya'ni o'sha yuk tashiydigan truck driver, keyin brokerning o'rtasidagi broker o'zining narxini aytadi, driver o'zining narxini aytadi. Biz o'shani yaqinlashtirib berishdan bo'ladi. Asosiy vazifamiz. Ko'pincha ba'zi driverlar o'z bozorida tushunadigan aqli joyida driverlar o'sha aytgan narxda o'zimiz yaxshi dispetcherga ishonsa-da, aqli joyida emas, dispetcherga ishonsa, yaxshi narx aytayotganligini biladi. Bizlar ham chunki bilamiz, brokerdan eng yaxshi narxni olishga harakat qilamiz. O'shani driverga aytamiz. Misol uchun 4800 ga reytni aytish mumkin, narxini. 4800 deyish mumkin. O'shani biz driverga aytib beramiz. Shunaqa hamma detailslarni, yukni qachon olib, qachon yetkazib berishgacha bo'lgan vaqtlarni aytib, narxlarni aytib beramiz. Ba'zi driver 5000 qilib bermaydimi-ekan deb so'raydi. Ba'zi driverlar yo'q, 5000 dan kamiga qimirlamayman deydi. Ba'zi driverlar nereal narxlar so'raveradi, 5,5 ming ham so'raydi. Keyin az brokerdan 5000 so'rasangiz bo'lishi mumkin, lekin 5,5 mingdan so'rasangiz ustidan kulganday bo'ladi. O'shaning uchun juda ham tortishuvlarga ko'p bo'ladi. Driver, dispetcher, broker uchalamiz. Ko'pincha shu telefonda asosiy ish vaqtimiz telefonda o'tadi. Shu urush janjallardan iborat bo'lib o'tadi. Tuyuk olganimizcha. Lekin tuyukimizni olgandan keyin bemalol damimizni olamiz. Asosan o'zim ishimda driverlarni long mile'ga tortaman, uzoqroqqa, ya'ni bitta yuk olamiz, o'sha yuk bilan 2 kun, 3 kun bizlarni deyarli bezovta qilmaydi, bizlar ham ularni bezovta qilmaymiz. Nega aynan long mile'ga olasizlar? Bizga ham qulay, ularga ham ancha qulay bo'ladi, chunki yuklarni tushirib yuklashga ham ancha vaqt ketib qoladi. Ba'zida 10 soatlar, ba'zida 1 kunlar ham ketib qolishi mumkin. Chunki keyin bitta joyga tushirsangiz yukni, o'zimiz qisqacha tilda aytib beradigan bo'lsak, o'zimizni Samarqandga yukni tushirsa, Samarqanddan yuk chiqmay qolsa, Toshkentga shunday bo'lsa ketishi ham mumkin, balki Toshkentdan uzoq masofaga ham, endi shuncha oralada masofalarga ham bo'lsa ketishi mumkin. O'shaning uchun deadhead mile'lar, ya'ni o'sha pustoy mile'larni kamaytirish maqsadida iloji boricha ular ham shu long mile'ga yuk olishni xohlashadi. Bizlarga ham o'sha ma'qulroq bo'ladi. Har kuni yukizdan urush janjallarni kamaytirish maqsadida. Tushunarli. Aynan hozir logistika yo'nalishida savol tug'iladi-da. Faqatgina dispetcher, broker va driverdan tashqari yana qanday yo'nalishlari bor? Bundan tashqari o'sha logistikada yuk turlari haqida ham eshitganmiz. Har xil o'sha mashinalar bo'lar ekan, traklar. Ular haqida ma'lumot berib ketsangiz yaxshi bo'lardi. Endi hozir
Logistikada asosan to'g'risi men ham birinchi ishga kirgan vaqtim bitta xonada ko'pchilik o'tirishgan, kattaroq xonada. Men o'ylaganman o'sha bir oylarcha hammasi bitta vazifani bajaradi deb o'ylaganman. Chunki sohaga birdan kirishib ketib qolishim qiyin bo'lgan. Keyinchalik o'sha ishni 2 oylab, 3 oylab yurganimdan keyin hammasi har xil sohani bajarishni bilganman. Bizada ham shunaqa, hozir ishxonamizda ham hamma har xil sohani bajaradi. Asosan 5 ta katta yo'nalish bor. Dispetcherlik, update department, fleet department, accounting, keyin safety bor. Mana shu departamentlardan iborat. Asosiy kompaniya yuragi bu o'sha dispetchingda o'zi. O'sha dispetcherlar yaxshi gross qilib bersa, kompaniya o'shani hisobidan rivojlanadi. To'g'risi, kompaniyaga yaxshi yuklar olib bersak, kompaniya yaxshi rivojlansa, qolgan ishchilar ham o'shaga qarab oyliklar ancha yaxshi ko'tarila boshlaydi. Juda ham yaxshi. Yuk turlari-chi? Yuk turlari asosan treylerlarda yuk turlari emas, qurilish materiallarini tashiydigan treylerlarimiz bor. Flatbed, stepdek, kanistoga. Ularga asosan qurilish materiallari, keyin mana bu qishloq xo'jaligida piyozlar ko'proq tashiladi. Kun yaxshi bo'lgan paytlar. Agar kun sovuqroq bo'lgan paytlarda холодильник, reefer treylerlardan foydalanadi. Keyin driver, oddiy quruq mahsulotlar tashish uchun любой mahsulotlarni tashaveradi u driver. Asosan mana shu flatbed, driver, reefer asosan mana shu 3 ta treylerlarga yuklay olamiz. Keyin car holder ham bor. Car holderda umuman ular boshqa dispetcherlar qiladi. Biz o'zim ko'rmaganman, o'shaning uchun katta tushuncham yo'q. Car holder bu mana bu Amerikada ko'p mashinalar lizga emas, arendaga beriladi. O'shaning uchun balki sotiladimi, uni o'zimda uncha katta tushuncham yo'q. O'sha car holderda mashinalarni Samarqanddan Toshkentga tashlaydi, Toshkentdan yana boshqa joylarga tashlaydi. Oddiy o'zimiz tilda aytadigan misol. Ancha menda ham xulosa uyg'ondi. Xo'p, aynan mana shu logistikani o'rganganingizdan so'ng o'sha vaqtda necha yuzdir kun tinimsiz ishlaganman deganingizni eshitgandim-da. Qancha vaqt tashkil qilgandi o'sha? O'sha 1 yil 11 oy ishlaganman, to'xtovsiz. Boshida, lekin qanday o'tib ketib qolganini deyarli bilmayman. Lekin o'sha vaqt ichida ko'proq sog'lig'imni ham yo'qotdim. Eng birinchi o'rinda kechqurungi smenada bo'lganim uchun oshqozon bilan bog'liq muammolar kelib chiqdi. Ovqatlanish tartibi juda ham buzilib ketganligi uchun keyin o'shandan keyin ishdan bo'shadim. 2 ta ishda ishlardik, 2 smena ishlardik-da. Keyin 1 oycha davolanib, keyin yana boshqa ishga o'tdim. Kunduzgi smenaga oldin ish vaqtim aytdim-ku, 3 ta smenada davom etadi. Bir kishi misol uchun 12 dan ertalab 8 gacha ishlaydi. Bir kishi 8 dan 4 gacha ishlaydi. Yana bir kishi 4 dan kechqurun 12 gacha ishlaydi. Men o'sha 12 dan 8 gacha, to'g'ri 11:30 dan 7:30 gacha ishlardim. O'sha kechki smena juda ham og'ir bo'ladi. Keyin doimiy ravishda kechqurun uxlamagandan keyin melatonin gormoni kamayib ketib qolib, kunduz kuni ba'zida 2 sutkalab ham uxlamay qolishga sabab bo'lgan. O'shaning uchun ishdan bo'shaganman. Nurobodda ochish fikri qayerdan kelgan? Logistika ofisini bu yerda kompyuterlar tashkillashtirish va yoshlarni qamrab olish. Qayerdan keldi bu ideya sizga? Eng birinchi o'rinda anchadan beri hayolimga kelib yurardi shu o'zimizdan ochish. Eng asosiy sababi Toshkentdan bezor bo'lganligimdan desam bo'laveradi. Chunki Nurobodda o'zim juda ham yaxshi ko'raman. Mana shu yerda ishlashda keyin o'zimizda baribir har doim shunga o'zimda qiziqish bo'lgan, ishda o'zimniki bo'lgani, o'zim asosiy yanada erkin grafik asosida ishlashni xohlaganim uchun mana shu yerdan tashkillashtirishga, riskovat qilishga urindim. Keyin mana xudoga shukr, hozir ishlarimiz yaxshi ketyapti. Shogirdlarimiz ham ishda ancha yaxshilab oldi. Boshida ancha qiyin bo'lishini bilardim. Lekin hozir ham ancha qiyin bo'ladi desam bo'laveradi, chunki ishlarimiz ancha ko'paygan, yaxshi ketyapti desam bo'laveradi. Lekin endi shogirdlarimiz yetarlicha kadrlar ko'paygandan keyin o'zimga ancha yanada bemalol ish grafigi bo'ladi. Tushunarli.
Bunda aynan bizda shunaqa narsa borda, qanaqadir yangilikni Nurobod endi baribir ham nisbatan shaharga uzoqroq tumanda, Samarqandga anchagina uzoq va bunda ko'pchilik aytishadi, qanaqasiga butun boshli logistikani boshida olib kirganingizda ham logistika, men hayron qoldim. Qanaqa Nurobodda qilsa bo'lar ekan? Chunki insonlar qanaqadir sizda fobiya uyg'otishmadimi yoki negativ vaziyatlar bo'lmadimi aynan ofis ochish qaroriga kelganingizda? Negativ fikrlarni asosiysi o'zi negativ bo'ldi desam bo'laveradi. Lekin logistikani baribir u yerda ham onlayn ishlaymiz, Toshkentda ham, Samarqandda ham onlayn ishlaymiz, bu yerda ham onlayn ishlaymiz. Onlayn ishni qachon qilib beradi? Kadrga ishonch bo'lsa, o'sha bizning servisimizga servis olayotgan vaqtda ishonch bo'lsa, servis ham shunchaki siz aloqaga chiqib servisni ola olmaysiz yoki boshqa birov servisda aloqaga chiqib ola olmaydi. O'sha yillar davomida tajriba to'plash kerak, o'zining nomini teparoq ko'tarib olish kerak, dispetcher. Bizda ham aytdim-ku boyagida, dispetcherning kompaniyaning eng asosiy ustunlaridan biri dispetcher. O'sha shu dispetcherga ishonch bo'lsa, dispetcher qayerda ishlayman desa, kompaniya ham o'shanga imkoniyatlar yaratib beradi. Chunki yaxshi dispetcherda, bozorda yaxshi tushadigan dispetcherda qo'yib yuborgisi kelmaydi. Qayerdan ishchi bo'lsa ham yaxshi ketsa, kompaniyaga ham o'shancha yaxshi. Demak foydasi yo'q, zarari yo'q demoqchiman-da. Qayerga ketsa ham. Keyin bu yerdan ochishda asosan uydagilar ko'proq qo'rqishda, riskovat qilib shuncha kompyuterlar olib kelib yoki ishingni tashlab bu yerdagi. To'g'risi o'zimda katta kompaniyada ishlardim, bu yerga kelishimdan oldin. Ishim ham juda yaxshi edi. O'sha ishingni tashlab kelganiga, keyin men bu yerda shuncha xarajat qilayotganiga o'zini qoplaydimi yoki oqlamaydimi deb ko'p qo'rqitishdi. O'zimda ham ko'p qo'rquv bo'ldi. Chunki hech narsa deb bo'lmaydi-da. Balki u yerda kompaniya ham bir kunda yo'q bo'lishi mumkin. Bu soha shunaqada, bitta katta xatoni deb bitta kompaniya, butun boshli kompaniya yopilib ketib qolishi mumkin. U yerda kompaniya ham, bu yerda ishlayotgan kompaniya ham birdaniga yopilib ketib qolishi mumkin. O'shaning uchun hozirgi kunda sergaklikni yo'qotmasdan shogirdlarga ham har kuni tayinlayman, birga ishlayotgan sheriklarimizga ham har kuni tayinlayman. O'shaning uchun qancha yaxshi support qilsa, o'shancha tez rivojlanadi. O'shaning uchun boshqa negativ fikrlardan qo'rqmasdan mana shu yerdan ochishga qaror qildim. Hozir ishlab kelyapmiz hozircha. Juda ham ajoyib, rostdan, chunki sizda jasorat talab qilgan ekanda Nurobodda ochish. O'zim ko'proq injiroqman. Boyagi o'zimizdan ochishga qancha qarshiliklar bo'lmasin, o'zimizdan shu ochib oldik. Hozir kunda ishlayapmiz. Juda ham ajoyib. Bu hozirgi kunda Nurobodni umuman butun O'zbekistonni tashlab surish kerak, chetda soqa qilish kerak deyotgan yoshlarga kattagina motivatsiya bo'lib bera oladi deb o'ylayman. Xo'p, Ilhom aka, mana shu mavzuda ham sizni fikringizni bilib o'tmoqchiman. Hozir juda ham ko'pchilik yoshlar aynan O'zbekistonda yashab bo'lmaydi, oylik past, revolyutsiya juda ham insonlar mindseti tushib ketgan. Ya'ni shunga o'xshab bir olam bahonani sizga ro'ka chiqib beradi-da yoshlar. Chunki ular ijtimoiy tarmoqlarda ko'ryapti vaziyatni. Chet elga borgandan keyin ham unga hamma mana senga ish, mana senga kvartira, mana senga pul deb taxlab bermaydi-da. Shunaqa. O'zingiz endi qanaqa o'zingiz fikringizni bildirasiz yoki maslahatlaringizni berasiz shunaqa fikrdagi yoshlar uchun? Endi bu yerda bunaqa fikrlarda uyg'onishi yoshlarda, o'zim ham yosh bo'lganman. O'zimda ham shunaqangi mendan 18-20 yosh oralig'ida fikrlar shunaqangi juda ham tarqoq bo'ladi. Chunki odamlar, yoshlar o'zini hayotda o'rnini topishga harakat qiladi. Chunki u eshikka bir ochib ko'rishga harakat qiladi. Salgina qiyinchilikka uchrasa, u eshikni yopib bunisiga ham ochishga harakat qilaveradi yoki bo'lmasa ochib turgan eshigiga kirgandan keyin, bitta sohaga kirgandan keyin sherigidan o'sha sherig emas, hozirgi kunda o'sha sherigi telefoni, social media, internetlarda. O'sha hozir logistika sohasini o'rganib turgan bo'lsa, keyin o'sha internetdan treyderlik sohasini ko'radi yoki IT sohasini ko'radi. Yaxshi pul topayotganligi eng birinchi o'rinda yoshlarga kimga bo'lsa ham yaxshi pul to'laydigan sohada ishlashni xohlaydi. Toza, zo'r sohada ishlashni xohlaydi. O'shaning uchun fikrlari har xil tarqoq bo'ladi. Hamma sohada ham o'ziga yarasha juda ham qiyinchiliklari bo'ladi. Hamma soha oson ko'ringanligi bilan. Oddiy meditsina sohasini aytsak ham, o'qituvchilik sohasini aytsak ham, bizning sohani aytadigan bo'lsak ham,
o'ziga yarasha yetarlicha qiyinchiliklari bo'ladi. O'shaning uchun hozirgi kunda o'sha social medianing zarari ko'proq bo'lib qolyapti. O'sha bolalar, yoshlar shu kunda o'zini o'rnini topib olishda. Chunki hozir qilib turgan ishidan ham logistikada hozir men o'zimni o'rnimni topib olganman desam bo'laveradi. Chunki ancha vaqtdan beri ishlayman. Og'ir paytlar ham bo'ladi, keyin yaxshi kunlar ham bo'laveradi bu sohada. O'sha sezonniy desam bo'laveradi. O'sha ma'lum vaqt davomida pasayishlar bo'ladi, yil davomida ma'lum vaziyatlarda juda ham cho'kishlar ham bo'ladi. O'shaning uchun stresslarga uncha tushmaymiz. Agar hozirgi kunda yangi bu sohani o'rganayotgan bolalar bo'lsa yoki ishlab kelayotgan yoshlar bo'lsa, hozirgi kundagi pasayishlarni ko'rib, pasayishlar bo'lgan vaqtda oyliklar ham yaxshi chiqmaydi, tabiiy hol. O'shaning uchun internetdan yoki she'rlardan boshqa narsalarni, boshqa sohalarni eshitadi. O'sha o'zini sohasini mukammal o'rganmasdan boshqa sohaga o'tib ketib qoladi. Qarabsizki, o'sha sohani ozgina o'rganadi, o'sha sohada ham bir tekis stabillik yo'q. O'zini ustida ishlamasa yoki mutaxassis yetishib chiqmasa, u yerda ham shunaqa ozgina ishlaydi, yana boshqa sohaga o'tadi, shunaqa qilib vaqtini ham o'tkazib qo'yadi, o'zini ham keyin ishtiyoqini ham sindirib qo'yadi deb o'ylayman. O'shaning uchun hozirgi yoshlarga hammani eshitib ko'rsin, hamma sohani, lekin baribir o'zi yuragi jiz o'tgan, keyin ko'zi yetadigan sohani ushlashni maslahat beraman. O'sha dadam chunki bu sohaga kirib kelishimda aytgan, o'g'lim yaxshi mutaxassis bo'lsang, o'z o'rningni yo'qotmaysan har doim deganda. Bu degani o'sha ish davomida o'zimizda ham shunaqa logistika sohasida men ishlab turgan bo'lsam, mendan kuchliroq shogirdlar yoki ishchilar kelsa, men o'z o'rnimni kompaniyada yo'qotib boshlayman. O'shaning uchun hozirgi kunda raqobat juda ham kuchli bo'ladi. O'shaning uchun yaxshi kadr bo'lishga, o'zini ustida ishlashda to'xtab qolmaslik kerak. Hamma sohada ham o'shanda menimcha qiynalmaydi, tarqoqliklar ham bo'lmaydi yoshlarga. O'shaning uchun hozir bitta sohani ushlash kerak, mutaxassis yetishib chiqish kerak deb o'ylayman. Rostdan oltinga teng tavsiyalar. Menimcha shunaqa. Chunki o'zimda ham boshimdan o'tgan shunaqa narsalar. Hozir boshqa sohaga umuman xayolim ham ketmaydi, chunki ishimni bilaman, qiynalmayman desam bo'laveradi. Ishimni bemalol sevib qilaman. Juda ham ajoyib. Va aynan o'sha logistika yo'nalishida hayotingizdagi eng katta, umuman o'sha jamoangiz bilan bo'ladimi? Eng birinchi mijoz yoki katta buyurtma qanday bo'lgan? Endi eng birinchisi o'sha tarixga qaytadigan bo'lsangiz. Eng birinchi mijozimiz aniq esimda yo'q, lekin kimga olganligim esimda. Juda ham ijaro driver bo'lgan o'sha ham. Chunki boshida ishga kirgan paytim o'sha driverga qarashni menga aytishgan. Menga ham juda ma'qul bo'lgan, juda ham yaxshi bo'lgan. O'sha ishda ham yaxshi o'rganishimga, injiqroq odam bilan ishlab ishni o'rganganim uchun sohani ham tezroq o'rganganman. Keyin ko'proq yuklarni menga so'rattirishga majbur qilardi o'sha odam. Keyin o'shaning uchun sohani menimcha mukammalroq o'rganib ketib qoldim. Dispetcherlikka bo'lgan qiziqishim ham juda yaxshi bo'lib ketdi deb o'ylayman. Chunki boshida ishga kirgan vaqtim update'dan boshlaganman. Update sohasida ishlaganman. O'sha update vaqti smenam tugagandan keyin qolib o'sha driverga dispetcherlik qilardim, lekin olardim. Keyin o'shandan keyin ishlab boshqa driverlarga ham qarashni boshladim. Dispetcherlikka o'sha bir oydan keyin, bir oy update'da ishlab, ikkinchi oyda dispetcherlikka o'tib ketganman o'sha driverga qarab. Keyin eng katta yukimizga keladigan bo'lsak, team driver bo'ladi. Bundan bitta driver team degani, team misoli bitta trakt ichida bir kishi yuradi, ba'zi ikki kishi yuradi. O'sha tez yetkazib beriladigan yuklarga, asosan xolodilnik yuklarga, tez yonib qoladigan yuklarga ikki kishi so'raladi. Yoki bu portlarga, kemalarga ketadigan yuklar bo'lsa, o'sha team driver so'raladi. O'shaning uchun eng qimmat yukimiz o'sha team driverga olganman, $9200 ga olganmiz. Juda ham o'sha O'zbekiston vaqti bilan ertalab bo'lgan uyqudan turganman. O'sha vaqtda ozgina ertalab uxlab qolganman. Uyg'onsam yuk chiqib turgan. Amerikada kechqurun ko'pchilik ishlamaydi, yuklar narxlari ko'tarilib ketib qolgan. O'sha vaqt xolodilnik yuk bo'lgan. Uyqudan turgandan telefon qilib, o'zi 9200 ga post qilingan bo'ladi, ammo o'zi savdolashib o'tirish ham kerak yo'q-da. Ba'zi driverda o'zini brokerda ham jahli chiqadi-da, o'zi zo'r narx qo'ygan bo'ladi. Yana ustiga siz qo'shimcha pul so'rasangiz, uni asabi chiqib yoki telefonni o'chirib yuborishi ham mumkin.
driverga shartli telefon qilganman, shunaqa narxga yuk chiqyapti deganman. Oling degan, sразу olganman. Rostdan super. Chunki bitta broker bilan siz savdolashib turganingizda, siz drayveringiz ko'rmasa, broker shunaqa boshqa odam bilan savdolashish sizni minus qilishi mumkin. Shunaqa o'sha paytlar ham bozor juda yaxshi bo'lmagan, lekin hozirgidek yomon ham bo'lmagan. Lekin yuklarda hozir bitta o'chirsangiz, qaytib tushishingiz ham juda qiyin bo'ladi. Yukni sotib qo'yish ehtimoli ham yuqoriroq bo'ladi, chunki bunaqa yaxshi narxdagi yuklar tez ketib qoladi, sразу qo'yilgandan cover bo'ladi. Juda ham ajoyib. Tasavvur qiling, agar bugungi kunda mana shu yaqin 1 yil yoki 2 yil ichida logistika yo'nalishida butunlay chiqib ketib, endi hozir yaxshi ko'raman deb sohangiz yoki qandaydir o'sha logistika yo'nalishidan boshqa sohani tanish imkoniyati berilganda sizga qaysi yo'nalishni tanlagan bo'lardingiz? Nima uchun? Juda ham Strashno savol. kutmagandim. To'g'risi o'zim ham o'ylab ko'rmaganman. Sohaga hozir juda ham qattiq sho'ng'ib ketib qolganman. Ishlarimiz juda ham ko'payib ketib qolgan. Kam paytda ham deyarli o'ylab ko'rmaganman. Aytganingizdek o'sha qiyin vaziyatlarda ham o'zimiz ustimizda ko'proq ishlashdi. Chunki o'zim bilaman, bu soha endi Amerika yo'q bo'lib ketmasa, bo'laveradi, yo'qolib ketmaydi. O'shaning uchun boshqa sohani o'ylab ham ko'rmaganman. Bu ishga kirganimdan keyin menimcha o'ylab ham ko'rmasam kerak. Umuman butun umringizni logistikaga bag'ishlamoqchimisiz? Shunaqa. Butun umrimni logistikaga bag'ishlamoqchiman. Chunki hozir juda ham katta mehr beryapman kompaniyamga. Tinimsiz mehnat bo'lyapti. O'sha kompaniyamni kengaytirib olsam, keyinchalik faqat shu boshqaruv tizimini yo'lga qo'yib qo'ysam, o'zim qolgan ishchilar davom etaveradi deb o'ylayman, nasib bo'lsa. Juda ham boshqaruv qobiliyatiga qiziqishingiz kuchli ekan. Xo'p, navbatdagi savolim. Agarda sizga $1 million berilsa, bu pul logistika sohasida, bu pulni aynan logistika sohasida qanday sarmoya kiritganiga ishlatgan bo'lardingiz? $1 million balkim kamdir, balkim ko'pdir. Endi biz shunaqa narxda aytdik. Ko'pchiliklarda ana shunaqa tarqoq fikrlar bo'ladi. Siz ham balki bu sohani yaxshi yetarlicha ko'nikmalarga ega emassiz. O'zbekistondan turib $1 million logistikaga sarmoya kiritishda hojati yo'q. Chunki kompaniya asosan bizada yo'nalishimiz, ishimiz Amerikada ochilgan kompaniyalarga xizmat ko'rsatish. Biz unaqa katta pul tikishimiz shart emas. Asosan kompaniyalar o'zlari kompyuter instrumentlar hamma narsagacha to'g'rilab beradi. Biz faqat yaxshi kadr bo'lsangiz bo'ldi. Siz to'lamaysizmi qanchadir miqdorda? Yo'q. Men hech qanaqa pul to'lanmaydi. Men lekin o'zimga ham shunaqa taklif berishgan, MacBooklar yuborishgan, lekin hamma kompyuterlarni o'zim sotib olganman. Yana sotib olishga zakazlar berganmiz. Ishxonamiz kengaytiramiz, xudo xolasa, yangi shogirdlar olamiz. Siz faqat yaxshi kadr bo'lsangiz bo'ldi. Hech qanaqa sarmoya kiritish, $1 million, даже $1 million sarmoya kiritishingizam ham shart emas. Yaxshi kadr bo'lsangiz, o'zimda ham shogirdlar tayyorlasam, balki boshqa kompaniyaga borib ishlasam, shunchaki kompaniyaga borib ishlasa bo'ldi. Hech qanaqa sarmoya kiritish shart emas O'zbekistondan turib. Yo'q, men O'zbekistondan turib Amerikaga sarmoya kiritishni aytmayapman, o'sha o'zingizni ofisingizni kengaytirish masalasiga aytdim-da. Hozir kompyuterlar sotib olish dedingiz. Lekin baribir pul kerak emas. Eng yaxshi sarmoya hozir marketga, bozorga yaxshi kadrlarni qo'yish o'sha sarmoya. Chunki pul bilan hal qilib bo'lmaydigan soha. To'g'risi, yaxshi kadrlar bo'lsa, ishtiyoqi zo'r, o'zidan ishtiyoq qaynab turadigan yoshlarni ishga qo'ysa, o'zi kompaniya shunaqa kengayaveradi deb o'ylayman. Rostdan ham shunaqa. Yaxshi shogirdlarni qo'ysa, yaxshi ishchilar bo'lsa, chunki o'sha ishchilar driverlarni o'ziga jalb qiladi. Kim yaxshi xizmat ko'rsatsa, hamma o'shanga boradi. Aha, tushunarli. Yana bitta savol bordi. Bitta dispetcher bir kunda nechtagacha yuk yopa olishi mumkin, maksimum? Endi to'g'risi o'zim ishlagan kompaniyam, eng oxirgi ishlagan kompaniyam Toshkentda juda ham katta kompaniyada ishladim. Sultan Trans. Bitta dispetcher o'zim haligacha miyamga ham sig'dira olmayman. 40 ta trakka qaraydi. Bir vaqt o'zida. Bir vaqt o'zida ikkita helperi bor, ikkita yordamchisi. Umuman
Monsterda ishlaydi. Aytgiligi yo'q. 40 ta traka. Men o'zim to'g'risi 6-7 ta traka ba'zi qarashim mumkin. Unda ham hozirgi marketda juda ham qiyin masala 6-7 ta traka qarash. Lekin ular 40 ta traka qarashda ham o'zlari ma'lum bir akkaunt liniyalar bo'ladi-da, o'sha kompaniyani. Kun davomida, hafta davomida bittadan ikkitadan yuklar chiqadi, yuklar bo'ladi. O'sha yuklar bilan qoplaydi-da, balki bir joydan bir joyga borib, yana qaytib keladigan shartnomali yuklar ham bo'ladi. O'shanaqa yuklar ham menimcha ko'proq bo'lsa kerak. O'zimdan kelib chiqib aytsam, eng ko'p oladigan yuklarim sanamaganman, shu 7 ta 8 ta chiqib qolsa kerak. Chunki bu faqat bir kunga olmaymiz-da bizlar ham yuklarni. Dushanba kuni ish boshlansa, ba'zida juma kungacha traklarimizni kamib qolamiz. Agar yaxshi yuklar chiqsa, chunki oploga yaxshi hozirgi det marketda. Ha, demak, men ham o'sha reklamalardagi savollardan beryapman-da. Hozir sizga o'sha aytishyaptiki, siz yaxshi dispetcher bo'lsangiz, bir kunda 8 ta yuk yopsangiz, qo'lingizda pulingiz taq turibdi. Men o'ylab ko'rdim, bir kunda 8 ta yuk yopsa bo'lar, lekin u qanaqa bo'ladi? Umuman tasavvur qilish qiyin-da. Endi bir kunda yopish. Ba'zida shunaqa bo'ladi. Bitta yuk olishga umuman hech qancha vaqt ketmaydi. 5 minutda hal bo'lsa ham bo'ladi. Olib tashlasa bo'ladi. Endi bugunni kechagi O'zbekiston vaqti bilan kechagi desa ham bo'ladi. Kechagi ish vaqtimda o'sha bitta yuk olishim uchun rovna 4 gacha harakat qildim-da. 4 daqiqa. 4 daqiqa emas, o'sha 5 ta ishim boshlangan bo'lsa, kecha 4:30 boshladim. Bugun 4 gacha vaqt ketdi bitta yuk olishim uchun. Kechasi bilan tongi soat 4 gacha. Tongi soat 4 gacha ketdi. 4 dan ham ta'jil o'tibroq 4:20 oldim. Juda ham qiyin bo'ladi. Baliq ovlaydi. Qarmoq tashlab o'tirasiz. Yaxshi yuk chiqmasa o'tiraverasiz shunaqa. Bugun 4 gacha ham 2 sutka ham o'tiraverasiz kerak bo'lsa. Hozir misol uchun-da, siz o'zingiz bitta yukni yopasizmi yoki butun jamoangiz bilan bitta yukni yopasizmi? Yo'q. Men faqat yuklarni yopaman. Aytdim-ku, jarayonda hammamiz bitta mexanizmni bajaramiz. Men yukni olaman, update department uni dispetch qilib, driverni gruppasiga tashlaydi, yukni olib chiqib ketishidan yukni yetkazib berishgacha bo'lgan jarayonni kontrol qiladi. Keyin yukni yetkazib bergandan keyin hamma qog'ozlar brokerga tashlanadi. Brokerga tashlangandan keyin o'sha keyingi jarayonga o'tadi, uni accounting qiladi. Brokerdan, ya'ni pulni oladigan odam invoicelarni yuboradi brokerlarga, keyin o'sha pullarni oladi accounting department. Safety, fleet departmentlar qanaqa ishlarni bajaradi desangiz, bu safety departmentlarda ishi ancha ham qulay, ingliz tilini yaxshi bilish kerak. Keyin faqat traklar buzilib qolsa, servisga chaqirib beradi. U yerda roadside servislar bo'ladi. Trakingiz misol uchun ko'chada buzilib yurmay qolishi mumkin. Telefon qilsangiz, o'sha roadside servislarga o'zlari kelib trakingizni sozlab beradi. O'shanaqa ishlar bilan shug'ullanishadi. Keyin kompaniyani dokumental ishlarni qiladi. Xo'p, va savollarimiz ham oxirlayapti. Bu savolni o'zim qiziqqanim uchun beryapman. Savollar sistemasida yo'q. Aynan o'sha misol uchun Amerikada kilometr bilan masofa jihatdan milyami qanaqadir? Mile. Ya, keyin esa bizada selsi, ularda qanaqa? Fahrenheit. Ha, umuman o'sha O'zbekiston bilan Amerikani o'shanaqa kilo, tonna ham ularda boshqacha ekan. O'shani qancha vaqt ketadi misol uchun o'rganishga yoki qiyinmi? Yo'q. To'g'risi o'zim shu belda shogirdlarim ham osonroq o'rganib ketib qoldi. Ba'zi Toshkentda ham o'zimiz shogirdlar tayyorlaganmiz. Bir xillarni kalasiga kirish juda ham qiyin bo'ladi-da, to'g'risida. Oddiy logikani ishlatsa juda ham oson narsa. 1 maylingiz 1.6 kilometrga teng. 1 maylni hisoblamay o'tiradi ko'pchiliklar. Misol uchun 1 maylni hisoblash mumkin, 500 mayl qanchaga teng keladi. Biz asosan o'shani kilometrga chaqib o'tirmaymiz. Yoki poundda ham kilogrammga chaqib o'tirmaymiz. O'shanda hisoblashga o'zi kallangiz, miya o'zi moslashib qoladi-da. Ko'proq o'shanda kilogrammga moslaymiz yoki kilometrga chaqmaymiz. O'sha Fahrenheitda ham o'sha Selsiyaga chaqmaymiz. Aytilgan Fahrenheitni driverga yetkazamiz, broker bizga aytadi, o'sha Fahrenheitda aytamiz. Chunki
kilometrga chaqib o'tirishni foydasi yo'q. Driver bir kunda o'rtacha bitta driver 800 mayldan 1000 maylgacha haydaydi. Bitta driver. Agar zo'r haydasa 1200 dan ham haydaydi. Tinimsiz 1200 maylingiz o'rtacha 1000 maylingiz 1600 kilometr haydab o'tadi. 1000 mayldan hisoblasangiz. O'sha 1600 kilometrga 800 mayldan 800 maylni 1.6 ga ko'paytirib yoki Fahrenheit Celsiusga chaqib o'tirmaymiz kilogrammni poundga. Qiyinchilik joyi yo'q, hammasi easy oson. Tushunarli. Yo, men shunchaki o'sha ko'rdim xaritada, keyin boshqacha o'sha shtatlar yozilganda hammasi boshqachada. Shuna ko'zimga g'alati ko'rinib ketdi. Ya, dedim, nima bo'ldi? Men ham boshida ishga kirgan vaqtim shunaqa bo'lgan, lekin ustozim o'zimda juda ham yaxshi bo'lgan. Chunki ko'pchilikdan ishni o'rganganman, tanishlarimiz ham ko'p bo'lgan. Keyin ishga kirgan vaqtim bitta samarqandlik akamiz ham bo'lgan. O'sha ham ishni o'rgatishga juda ham ko'p mehnat singan. Shunaqa kadr qilib yetkazishgacha bo'lgani uchun juda ham ko'p mehnat singan, haligacha singayapti. Ularda haligacha o'rganadigan narsalarim bor. Chunki soha juda ham katta bo'lganligi uchun har kuni yangi narsaga duch kelasizda, tushunmaydigan narsalarga. O'zimda ham qabul qilishim bunaqa narsalarda ozgina qiyinroq, o'shaning uchun ko'proq so'rayman, xato qilib qo'ymaslik uchun. Chunki meni deb butun kompaniyada hamma ishsiz qolib ketmasligini xohlamayman-da. Chunki rostdan ham aytib o'tdim, bitta seryozni jiddiy xatoni deb butun kompaniya yopilib ketib qolishi mumkin. Yopilib ketib qolgan kompaniyalarni ham ko'rganmiz. O'shaning uchun hozir ham inson omili, o'sha bizlarda omilimiz bo'lmasligi kerak-da, kompaniya yopilib ketib qolishiga. Inson omili bo'lsa, bizlarda omilimiz bo'lsa, juda ham qiyin bo'ladi. Endi avariyalar sabab yopilib ketib qolishi mumkin yoki yopilmoqchi bo'lsa, o'shalarda gaplashib disput qilib ochsa bo'ladi. Qayta yoki ob-havo sabab shunaqangi vaziyatlar bo'lib, agar kompaniya yopiladigan bo'lsa, keyin ochsa bo'ladi. Lekin insonning xatosi uchun ochib berishlar qiyinroq bo'ladi. Chunki hozir raqobat ham kuchayib ketib qoldi. Sohada driverlar ham ko'p, hozirgi yuklar ham kam bo'lganligi uchun shunaqa. Okay, xo'p. Bizda hozir intervyumizda shunaqa qadriyati bor. Sizdan avval ishtirok etib ketgan mehmonimiz sizga bitta savol, bitta taklif qoldirgan. Va siz ham sizdan keyingi mehmon kim bo'lishini bilmaysiz. O'shani o'zingizdan kelib chiqqan holatda bitta savol hamda bitta tilak yozib qoldirishingizga to'g'ri keladi va undan avval siz savolga javob berishingiz kerak. Uzr, sal grip. Sev. Qaysi? Qora yozuqning tepadagi joylarimiz. Mana. Ha. O'qib beraymi? Bo'ldi. O'sha. Ilmli bo'lish kerakmi? Hunarli bo'lish kerakmi? Endi hunar deganda o'sha kasb-da, to'g'rimi? Shunday. Bu yerda ilmli ham bo'lish kerak, lekin hunarli ham bo'lish kerak. Faqat ilmli bo'lib turib, hunarli yoki hunarli deganda ko'p narsani tushunish mumkin-da. Hozir endi men shunaqa tushuncham shunaqa. Bir xil o'sha ilmli bo'lib, oddiy ingliz tilini bizlar sohamizdan kelib chiqib misol qilib aytadigan bo'lsak, ingliz tilini yaxshi bilish mumkin, yaxshi biladigan odamlarni ham, shu yoshlarda ham ko'rganmiz. Ishonmasdan ketgan odamlar bilan o'sha hunar deganda bizlarning ishimizda hunarimiz odamlar bilan yaxshi communication, yaxshi munosabat o'rnatish, yaxshi aloqalarni qo'yish, broker aytgan yuklarni savdogarlik qobiliyati desa ham bo'laveradi. O'sha bizlarning ishimiz, hunarimiz o'sha, boshqa narsani hunar deb bilmaymiz. O'zimiz sohadan kelib chiqib aytganda, o'shaning uchun ham ilmli bo'lish kerak, ham hunarli ham bo'lish kerak deb o'ylayman. Asosan baribir hunaringiz bo'lmasa, ish topishingiz ham juda ham qiyin bo'ladi. Shuning uchun ilm ham kerak, lekin baribir hunarni ko'proq o'rganish kerak deb o'ylayman. Chunki har bir sohani ham o'rganishda, hunar olishda ham baribir ilmda o'rni bor-da. Shunday.
aytishadi-ku, bizni o'zbek xalqimiz hunar bo'lsa qo'lingda, non topilar yo'lingda deb. Ya'ni qolib ketmaydi yo'lda. Bu ikkinchi savol ham bormi? Okey. Tilak bor, tilakni o'qiysiz, keyin o'zingiz savol yozib qoldirishingiz kerak. Sizga Muvaffaqiyat tilayman. muvaffaqiyat tilayman. Rahmat. O'zlariga ham tilaklarim hamroh bo'lsin. O'zlariga bitta Savol savol. o'zingizga kelishdi. Mana savol. Juda ham ajoyib Ilhom aka. Bu albatta sizdan keyingi mehmonimizga savollaringizni biz iltifot ila yetkazamiz. Rahmat sizga ham. Bugungi intervyumizda siz kutgan, lekin biz bera olmagan qandaydir savol bormi yoki o'zingizni insightlaringizni biz bilan qisqacha o'ylashib ketsangiz xursand bo'lardik. Menimcha kutgan va kutmagan savollar ham ancha bo'ldi deb o'ylayman. Keyingi hozir o'zini o'rnini topolmayotgan yoshlarga qisqachagina o'zimning tavsiyalarimni berib o'tib ketishda joiz deb bilaman. Albatta. Hozirgi kunda boya ham aytib o'tdim. Biror bir kasbni egallashda yoki biror bir sohani tanlashda hozirgi kunda boya ilmli bo'lish degan savol ham berildi. Ilmli yoki hunarli bo'lish kerak. Endi ilmli bo'lish deganda yoshlarni ko'proq o'sha biror bir institutni tugatib yoki biror bir sohani o'sha institutda o'qib o'rganib keyin ishni boshlash kerak dedi. Lekin hozir o'zimdan kelib chiqib aytib, institutda o'qish hozir juda ham muhim deb o'ylamayman. Chunki hozir o'zimizda ham ko'pchiligimizga sir emas. Institutda ham hozir biror bir kadrni tayyorlab yetishib chiqarmaydi. Ko'pchiliklardan eshitganman. O'zim o'qimaganman lekin. Shunchaki 4 yil vaqtini o'tkazadi. O'shandan ko'ra hozir o'sha 4 yil o'tkazgan vaqtini menimcha biror bir o'sha sohani yoki hunarni o'rganishga ketkazgani ma'qul deb bilaman. O'sha hunar o'rgansa yoki sohani yoki til o'rgansa oddiy misol o'sha aytganingizdek chetlarga chiqib o'qib kelsa ham kelishda ham maslahat beraman agar ingliz tilini yaxshi bilib, chunki hozir imkoniyatlar juda ham ko'pda yoshlarga. O'zimizda shunchaki 4 yil institutda vaqtni o'tkazmasdan boshqa joylarga chiqib o'qib ishlab kelishda maslahat beraman. O'shaning uchun hozirgi o'zimizda qolib ishlaydiganlarga ham maslahat o'sha sohani o'rganishda biror o'ziga yoqqan, ko'zi yetgan sohani inson o'zi biladi. Nimaga qodirligini, qo'lidan nimalar kelishligini o'zi qisman biladi-da. O'shaning uchun ko'zi yetgan sohani tanlab, keyin boshqa sohalarni esdan chiqarib, o'sha sohasini eng oxirgi imkoniyat sifatida ko'rib, o'rgansa, o'shanda o'zining sohasida ko'plab yutuqlarga erishadi deb o'ylayman. Juda ham ajoyib. Rostdan ham amal qilsa, o'zini sohasida bitta sohani ushlab olib, hamma tarafga doridan-doriga sakramasdan, ko'chatdan bitta joyda ko'karadi-da. Daraxtdan bitta joyda ko'karadi ko'chatlar. O'shaning uchun o'zini sohasini yaxshilab o'rganib, ko'proq o'zining ustida ishlasa, o'sha sohada ko'proq yutuqlarga erishadi. Hamma sohada ham shunaqada. Bu sohadan ozroq shingil, bu sohadan yana bir shingil o'rganib, sakrab yuraversa, hayotda o'z o'rnini topolmasa, umrni ham o'tkazib qo'yadi, yoshligini ham o'tkazib qo'yadi. Chunki o'zim ham o'zimdan kelib chiqib aytaman, oldin yosh vaqtda ko'proq, hozir ham yoshman, endi imенно shu 18-20 yoshlar oralig'ida odam hayotda qiziqishi juda ham kuchli bo'ladi-da. Keyinchalik o'sha hozir endi o'z o'rnimni topdim desam ham bo'ladi bu sohada. O'zimning sohamni topib olib, agar topolmasa, endi asta-asta o'zi oldingiga ishlarga qiziqish bilan, bir shijoat bilan yondashish ancha kamayadi-da. O'shaning uchun hamma narsani yoshlik vaqtida o'rgangan yaxshi deb o'ylayman. Juda ham ajoyib. Tushunarli. Ana endi Ilhom aka, yaqinlaringizga tilaklaringiz bormi yoki mana shu muvaffaqiyatlarga erishayotganingizga kimdir sizga podдержка qildimi, motivatsiya berdimi? O'zingizni bemalol tilaklaringizni ekran qarshisida izhor qilishingiz mumkin. Bu sohada ko'plab yutuqlarga erishishimga sababchi bo'lgan ustozlarimga ham rahmat aytib qolaman. Haligacha shu yordam berib kelayotgan jamoamizga, sheriklarimizga, shogirdlarga o'zimning minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Xudo xolasa, maqsadlarimiz juda ham katta, yaxshi ketyapmiz. O'zimizni relsimizga tushib olganmiz desa ham bo'ladi. Nasib bo'lsa,
keyinchalik yanada ko'proq shogirdlar olib, ularni faqatgina shogird olib, men maqsadim tayyorlab ko'chaga qo'yib yuborish emas. Har doim o'zim ham shogirdlarga aytaman, ko'pchilik o'zimdan shogirdlik oling deb iltimos qiladi. Eng birinchi o'rinda o'zidan so'rayman, menga ko'proq o'zimga yetarlicha ish o'rni bo'laversa, o'shanga qarab shogirdlar olaman. Keyin o'ziga ham aytaman, taklif bildiraman. Asosan menda ishlab qolsang juda ham yaxshi deyman. Chunki o'zimiz kadrda tayyorlasak, o'zimizda ishlaydi tayyorlasak, boshqacharoq tayyorlaymiz. Agar boshqa joyga qo'yib yuboramiz desa, baribir xudo ignasigacha mehringizni bergisi kelmaydi-da. O'shaning uchun ketadi ko'p vaqtingiz. baribir ketadi-ku deymiz. Agar o'zimizga kadr qilib tayyorlab olish kerak bo'lsa, ko'proq ko'nikmalarni o'rgatamiz. Ko'proq sohaning sir-sinoatlarini o'rgatamiz. Juda ham ajoyib. Rahmat Qo'toqay Ilhom aka, mana shuncha ilmlaringizni, maslahatlaringizni ayamasdan biz bilan bo'lishganingiz uchun. Rahmat Va sizga. ko'rsatuvimizni mana shu joyida 3-sonni ham yakunlaymiz. Sizga ham tashakkur. Yigitlar, sizlarga ham rahmat Qo'toqa va O'zbekcha podkast keyingi sonlarini kuzatishda davom eting.